Assalomu alaykum hammaga. Bugun suxoytma apparatni qabul qilib olganingizdan keyin qanday ustalikka qilish, qanday nastroyka qilishlarini ko'ramiz. Mana shu holatda strechlangan holatda suxoytma apparatimiz keladi. Keyin komplektida balon qoraytiradigan chernitili. Bu 10 litr suvga 5 litr aralashtiriladi. 6 xil hidlari bo'ladi. Kompressor bo'ladi. Bular nimaga alohida beramiz? Ichiga borsa, o'sha yetib borish jarayonida ichiga muammo bo'lmasligi uchun alohida beramiz. Xo'sh, strechlangan holatda bo'ladi. Strechni ochganimizda shu yonboshida kaltlar joylashtirilgan bo'ladi. Kaltlarni olamiz. Xo'sh, kaltlarga raqam yozilgan. Birinchi raqam o'sha tepa boshqaruv paneldagi, ikkinchi raqam uchinchi raqam uchinchidagi namoyishda hisoblanadi. Xo'sh, birinchi tepa qismini ochganimizda xo'sh, ichkari montaj ko'rinishda bo'ladi. Ichida antennasi bo'ladi. O'sha o'rnatilgandan keyin ko'rsatib beramiz. Joylashtirib qo'yiladi. Xo'sh, ikkinchi qatlamni ochamiz. Qatlamni ochganimizda ichida zapas narsalari bor. O'sha ximikatlar saqlaydigan idishlari, undan keyin o'sha chernitli bachuri bo'ladi. Buni olib qo'yamiz. Ichkaridagi o'sha ximikat idishlarni olib qo'yamiz. Xo'sh, ichida komplektida zapas zapchastlari bo'ladi. Buning ichida nimalar bor ko'rib chiqamiz. O'sha shtankasi bu havo yo'liga yoki bo'lmasam chernitliga o'sha qanaqadir muammo bo'lgan paytda ishlatish uchun zapas beriladi. Bu o'sha suxoytma apparatimiz tenti va texnika bilasizlar, ekstrenniy vaziyatda o'sha tez servis ko'rsatish uchun zapas beriladi bu yerda. Termosatga bu o'sha tutun chiqaradigan shlankalarimiz, havo shlankalarimizni atrofini o'sha yashirish uchun qo'yilgan termosatga qanaqadir holatlarda o'sha ertalabda ishlaydigan bo'lsa ishlatiladi. NFC kartasi, VIP karta, ID bunisi astabga olib qo'yilgan karta hisoblanadi. Magnetic klapan chernitliga moslangan. Bunisi aniqrog'i chernitli. Bu yerda L gruppasi bo'ladi, ajratib olsangiz bo'ladi. Bunisi havoniki hisoblanadi. Shu yerda kompressor ulanadi. Hozir videoda o'sha to'liq ko'rsatamiz qanday ishlatishni. Bu o'sha zapas hisoblanadi. Keyin suxoytma nasoschalari, o'sha ximikatlarni haydab beradigan nasos hisoblanadi. Bunda ham qanaqadir muammo bo'lsa, o'sha joyida bartaraf qilish uchun zapas beriladi. Bunisi bir-biriga bog'lanadi. O'zi kalta ishlatiladi. Hozir yo'qolib qolmaslikka birlashtirib qo'ydim. O'sha suxoytma tenti bilan montajda bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladi. O'rtasiga o'sha 1-2-3 sm atrofida shlanka qirqib ishlatiladi. Havoda qanaqadir vaziyatlar bo'lsa, o'sha shlankadan qirqib o'rniga qo'yish mumkin. Keyin bular agar ishdan chiqqan holatda o'sha zapas qilib beriladi, o'rniga qotib qo'yib ishlatsa bo'ladi. Nihoyat eng asosiysi yerga mahkamlash uchun anketamiz joylashtirilgan bo'ladi. Xo'sh, hozir buni qanday foydalanish haqida ko'rib chiqamiz. Anketlar olib qo'yamiz. Xo'sh, qanday qilib ustanovka qilamiz? Birinchi navbatda ichkaridagi 22 bolt bo'ladi. Boltlarni yechib olamiz. Ular yechganimizdan so'ng bizda xuddi mana shunday pastavka qo'limizda bo'ladi. Xo'sh, buni o'sha odamlar ko'tarib turgan paytda ajratib olsa bo'ladi. Keyin ushbu pastavkani ustanovka qiladigan joyimizga misol uchun shunaqa joy bo'lishi mumkin. To'g'rilab o'rnashtirib olamiz. Bolt o'rnlarini netkalab perforator yordamida teshib olamiz. Teshganimizdan so'ng o'sha plastmassalarni kiritib, ushbu anka yordamida o'sha mahkamlab qo'yiladi. Mahkamlab qo'yilgandan keyin buni o'sha
odamlardan ko'tarib ustiga kiydiriladi. Kiydirilganda xuddi shu holatda bo'ladi. Boltlar yana joyiga mahkamlab qo'yiladi. Shu bilan ustanovkamiz nihoyasiga yetadi. Hozir qanday zapravka qilib ishlatishini ko'ramiz. Xo'sh, hozir ustanovka qilingandan keyin qanday kompressorda joylash, ximikatlar qanday tayyorlash va zapravka qilish ko'ramiz. Xo'sh, birinchi navbatda kompressorni olamiz. Olganimizdan keyin buni o'sha pitaniya berilgan qismi va bu yerda havo haydaydigan perxatniki bor. Shu joyini shlankasini kirdirib qo'yamiz. Kirdirganimizdan so'ng o'sha kompressorni ehtiyotlik bilan ichiga joylaymiz. Mana shu holatda to'xtaydi. Keyin kabelni bu yerda o'sha uznetiga ulab, kabelni jimg'arib qo'yamiz. Mana shu holatda genetlimizda kompressor joylashtiriladi. Mana shu o'sha genetli idishimizga buni tayyorlab olamiz. 10 litr suvga 5 litr aralashtirib tayyor zapravkamizni buni ichiga quyamiz. Quyganimizdan keyin mana shu holatda shlankasini tashab chiroyli qilib qotirib ichkariga joylashtirib qo'yamiz. Mana shu holatda joylashadi. Shu bilan chernitilimiz ishlatishga tayyor bo'ladi. Xo'sh, keyingi etapimiz bu yerda Suxoy tuman ximikatlarini joylashtirish bo'ladi. Qanday qilamiz? Har bitta ximikatda mana shunaqa joyida qaysi ximikatligi yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda ham yozib qo'yilgan ximikat bo'yicha teramiz. Newkar bo'lsa, newkar bo'ladi. Xo'sh, bu yoqda ketma-ketligi bir xil qo'yilgan. 1 2 3 4 5 6 bo'lsa, bu yoqda ham xuddi shunaqa ketma-ketligida yozilgan. 1 2 3 4 5 6 ta ximikat. Hozir bular ochilmagan, hozir bitta ochig'ini qo'yib qanday ishlatishni ko'rsatamiz. O'sha newkar yo'qligini qopqog'ini ochib, bu yerda o'sha birinchisiga qo'yib qotirib olamiz. Qotirganimizdan so'ng o'sha hamma ximikatlar joylashtirganimizdan keyin apparatimizga pitaniya beramiz. O'sha yonida 220 voltda ishlaydi. 220 volt ulaganimizdan keyin ichkarida birinchi avtomat sistemani ishga tushiradi. Yoqamiz. Xo'sh, bu fazlashda qo'yilgan. Agar tok keragida ortib ketsa yoki kamayib ketsa, apparaturalar kuyib qolmasligi uchun zashtaga tushirib beradi. Sistema ishga tushdi. Ishga tushgandan so'ng bu chernitel bilan kompressor, chernitel kompressori bilan tentni yoqadi, alohida qilingan. Yoqamiz. Mana kompressor ishga tushdi. Bu ham qizishni boshladi. Bu o'sha temperaturani regrupa qiladigan datchik hisoblanadi. O'sha 200 da turgani normal hisoblanadi. Tok past balandligiga qarab turib buni kamaytirish yoki ko'paytirish mumkin bo'ladi. Hozir tentimiz qizigungacha qanday qilib pullarini nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda apparat glavniy avtomatda o'chiramiz. Glavniy avtomatda o'chiramiz. Keyin qizil knopkani bosgan holatda yoqamiz. Ozgina kutamiz fazlashda ishga tushgungacha. Mana yonda 2 marta pillaga ovoz chiqqandan keyin qizil knopkani qo'yib yuboramiz. Xo'sh, o'sha qizil knopkani bosib yoqqanimizdan keyin Wi-Fi ga kiramiz. Promoy versiya 1 degan Wi-Fi ga bog'lanamiz. Bog'langach, Google ga kiramizda IP adresini teramiz. Ushbu IP adresni terib ushbu IP adresni terib qidirishni bosamiz. Bosganimizda bizda xuddi shunday sozlamalar oynasi chiqib keladi. Newcar deyapti. Newcarda narxi pastda price deb qo'ygan.
narxi yoziladi. Keyin ikkinchi funksiya okeanda narxi belgilanadi. Agar o'zgartirish kerak bo'lsa, misol uchun 65 ming qilish kerak bo'lsa, o'chirib turib 65 ming so'm qilib belgilanadi. Bu 1 minut uchun narx hisoblanadi. Shunga qarab narx belgilab qo'ysanlar bo'ladi. Qolgan funksiyalar ham xuddi shunday nastroyka qilinadi. Bu yerda balon qoraytirish 5 ming so'm qilib qo'yganmiz 1 minut uchun. Xuddi shunday. Ikkinchi nastroyka oynada ekranda chiqadigan yozuvlarni o'zgartirishimiz mumkin. Suxoy tuman turibdi. Xushbo'ydan bahra oling deb yozilgan. Galochkalar qo'yiladigan bo'lsa, tekstlarimiz ekranda bigushi bo'lib yurib turadi. Bu 25 o'sha ekranda yozib o'tish tezligini o'zgartirib beradi. Hamma narsa o'zgartirilgandan so'ng saqlash bosiladi. Konfiguratsiya bu o'sha hafta kunlariga bonus sistemalar yoqish uchun ishlatiladi. Misol uchun dushanba kuni 50% bonus bermoqchisiz. O'sha hafta kunlariga belgilab bonus yoqib qo'yiladi. Hozir 10% dan bonus yoqib qo'yamiz. Har bitta kun uchun saqlandi. Bunisi summaga nisbatan bonus hisoblanadi. Misol uchun 10 ming so'mdan agar 10 ming so'm va 10 ming so'mdan baland pul tashlaydigan bo'lsa, 20% bonus ber. Saqlab qo'yamiz. Agar yondagi galochka yoniq bo'lsa, mana shu bonus doim aktiv holatda bo'ladi. Buni o'sha bir nechta bonusaviy sistemalar kiritib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 15 ming so'mdan ko'p tashlasa, 25% bonus ber deb turib saqlab qo'yishimiz mumkin. Summani xohlagancha davom ettirsak bo'ladi. 5 xil summa kiritishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir eslatma, hafta kunlaridagi bonuslar o'chiqligida bu bonuslar aktivlashadi. Xo'sh, bu yerdagi bepul kutish vaqti, misol uchun pul solgandan keyin 5 minutdan keyin buni 3 minut qilib qo'yamiz. 3 minutdan keyin bepul kutish vaqti tugaydi. Undan keyin pastdagi har sekundaga 100 so'mdan yetish boshlanadi. Pastdagi sekundlar bunga aloqasi yo'q. Ularga tegmagan ma'qul. Pastda sanani to'g'rilashimiz mumkin. Misol uchun 19:02 bugungi sana 15-chi may hisoblanadi. 5-oy 25-yil saqlab qo'yiladi. Undan keyin networkingga o'tamiz. Bu yerda vizit knopkasi ishlash uchun biznes egasi o'zining nomerini yozib qo'yishi mumkin. Bizda standartli 7748 qo'yilgan. Bu yerda o'sha yoq atrofga ulanadigan Wi-Fi nomi kiritiladi. Pastiga parol kiritiladi. APN internet turgani ma'qul. Saqlash bosiladi. Klikka ulash davomida o'sha server ma'lumotlari bor. Shulardan foydalanib klikka registratsiya qilinadi. Bu yer esa o'sha NFC-sini kalt hisoblanadi. Qolgan mo'lkalarga ham xuddi shunday qilib NFC key joriy qilib qo'yilsa, hammasi bir-biriga связанный bo'lib ishlaydi. Buni ham o'sha o'zgartirib saqlab qo'yiladi. Xo'sh, update rejimi bu yerda agar qanaqadir apparatda yangilanish bo'lsa, biz faylni tashlab beramiz. O'sha faylni tanlash orqali qaysidir faylni tanlash orqali update'ni bosib yangilab olish mumkin bo'ladi. Undan keyin restart bosamiz. Sozlab bo'lgandan so'ng apparatimiz bir o'chib yonib aktiv holatga o'tadi. Mana soatimiz 19dan 3 minut o'tdi. Wi-Fi ga ulanmoqchi bo'lyapti. Wi-Fi yonimizda bo'lmaganligi uchun ulana olmayapti. Hozir ichida pullarni eslab qolgan. Hozir qizib ham bo'lgan bo'lishi kerak. Tashlatib test qilib ko'ramiz. Mana hozir hech qanaqa tok tortmayapti. Tentimiz qizib o'chgan. Tokimiz 225 volt ekan. Kompressorimiz ham ochiq holatda turibdi. Bitta hozir birinchi ximikatni test uchun qo'yib tekshiryapmiz. Ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, pul solamiz. Hozir ichida puli bor. Endi bu program test qilish uchun pul solamiz. 2000 so'm pul tushdi bonusi bilan birga. Endi hozir ishlatib test qilib ko'ramiz. Ushbu ishlankamizda o'sha mashina oynasidan yoki ventilyatsiya havo yo'li orqali tutun berishimiz mumkin. Hozir bizda birinchi ximikat borligi uchun tashlatib test qilib ko'ramiz. Bosamiz. Tuman chiqishni boshladi.
bosdi. Shu vaqtda tushunib qoldi. 10 ming so'mlik ishlatibmiz hozir adashmasam. Haligida 10% deb bonus qo'shib qo'ygandik. Hozir 2 ming so'm bilan termikda ishlatib ko'ramiz. 2200 so'm tushdi 10% bonusi bilan birga. Bosamiz, bosgan paytimizda ishlamaydi. O'sha chernitel tugmasini bosib, sepish olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bu suv turibdi ichida, suv orqali test qilganmiz. Boshida ishlatgan paytda chernitel keyoyingacha o'sha shlaytlarda ko'rinadi chernitel. Ozgina vaqt ketadi, o'sha test qilib chiqarib olish kerak bo'ladi insoniyatda. Xo'sh, hozir qanday qilib Wi-Fi ga yoki sim kartaga bog'lashni ko'rsatamiz. O'sha ochgan paytimizda ichida maxsus antennasi chiqqan bo'ladi. Buni o'sha orqa tomonda maxsus teshik yordamida antenna kabelini o'tkazdiramiz. Buni o'sha baland tez yaxshi ochiq joyga magnit orqali yopishtirib qo'yamiz yoki o'sha mahkamlab qo'yamiz. Kabellarni o'sha ichkarida akkuratlik qilib olib o'tib, bu yerda light yozilgan lightga antennani ulaymiz. Agar sim karta solib foydalansak, bu yerda vyuklchator ham o'sha lightga qo'yib qo'yiladi, shunda sim kartada ishlaydi. Agar biz Wi-Fi orqali ishlatmoqchi bo'lsak, buni vyuklchatorni Wi-Fi ga qo'yamiz. Wi-Fi ga qo'yilgandan keyin antennani ham o'sha Wi-Fi nikiga qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Wi-Fi ni hali sozlamalar oynasi ko'rsatdik. Nomini, parolni yozib qo'ysangiz, o'sha avtomatik o'zi bog'lanib ketadi. Keyin pullarni qanday olamiz yoki pul tiqilib qolsa qanday bartaraf qilamiz degan savol bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda mana o'rtasida temiri bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana qulfidan yechilyapti. Ochib turib, ichidan summalarni olsak bo'ladi. Bu ozgina qulayroq bo'ladi, lekin tez bo'ladigan etap. Xo'sh, ikkinchi yo'li mana bu yerda maxsus tutqichi bor. Tutqichni bosgan holatda temirini tepaga ko'tarsak, mana bu yerda soyi bor. Soyiga to'g'ri kelgan paytda sug'urib olsak bo'ladi va ochib ichidagi summalar bemalol olish imkoniyati bo'ladi. Xo'sh, tiqilib qolsa xuddi shu temiri olinadi. Olingandan keyin mana pastida maxsus tutqichi bor. Tutqichini pastga bosish orqali qopqog'i ochiladi. O'sha ochilganda o'sha tiqilib qolgan, g'ijimlanib qolgan summalarni ichiga joylashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyin buni joyiga qo'yamiz. Apparatimiz ishlaydi. Keyin o'sha maxsus yig'iydigan qutichasini ham bu yerga joylashtirib qo'yamiz. Xo'sh, aktiv holatdaligini bilishimiz uchun agar hech qanaqa sveti yonib turmagan bo'lsa, aktiv bo'lmaydi. Agar qizil svet yonsa, foydalanishga tayyor bo'ladi. Agar qizil svet margat qilib qolsa, o'sha pul tiqilib qolgan bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.